Ular Peygamber Aleyhisselam'ның dostlarıdır ve yardımcılarıdır. Ular Allah yolida kelgan har qanday musibatga sabr qilguvchi insonlardir. Ular Peygamber Aleyhisselam'ның kishilarning eng yaxshilari menga zamondosh bo'lgan kishilardir degan maqtashiga erishgan zotlardir. Ramazan ayı musulmonlarning oxiratlik uchun to'liq muhim bo'lganidek, bu dunyoda ham barakatlar bilan to'lgan edi. Buning yorqin namoyandasi bo'lsa, Ramazan shahid bo'lgan muborak izlardir. Bu izlardan biri hijratning 2-yili. Bugungi kunda Payg'ambar alayhisolatu vassalam Quraysh mushriklari bilan jang qilish uchun musulmonlar qo'shinini boshlab Madinadan Badrga qarab yo'lga chiqqan edi. Islom tarixidagi bugun nurg'un shonliq izlarga shahid bo'lish bilan birga qayg'uli onlarga ham shahid bo'lgan edi. Hijratning 11-yili. Bugungi kunda, ya'ni Ramazonning 3-kuni Payg'ambar alayhisolamning eng qizi Ali radhiyallohu anhuning ayoli Fatima Zahra onamiz vafot topgan edi. Hijratning 37-yili. Bugungi kunda yana Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu bilan Muaviya radhiyallohu anhu orasida kelishim tuzish majlisi ejilgan edi. Ali radhiyallohu anhu Abu Musa Ash'ari boshchiligida 400 odam, Muaviya radhiyallohu anhu Amr ibn As radhiyallohu anhu boshchiligida bir turkum kishilarni avatgan edi. Ikki tarafning hakamlarining suhbati uzun davomlashgandan keyin tuvandagidek qaror kelgan edi. Ali radhiyallohu anhu Hijaz, Iroq, Yaman va Misr musulmonlarga hukmdorlik qildigan. Muaviya radhiyallohu anhu bo'lsa Shamni boshqaradigan, musulmonlarning boshqa ishlariga va butkul musulmonlarga amir bo'ladigan kishini dastlab musulmon bo'lgan sahobalarning cho'nglari bilan muzokiralashib bekitadiganga birlik kelgan edi. Sahobalar davrida yuz bergan bu va uning oldingi voqealar munosabati bilan sahobalar haqida qisqacha to'xtab o'tishimizga to'g'ri keladi. Chunki bu voqealardan din dushmanlari, shialar va kunimizdagi hadis inkorchilari mushu voqealar sababli sahobalarga til uzatayotgan inchki masaladir. Musulmonlar sahobalarga qanday muomala qilish kerak? Bu savolga javob berishdan avval sahobalar kim degan savolga javob berib o'taylik. Sahobalar bo'lsa payg'ambarimiz bilan hamsuhbat bo'lish sharofatiga erishgan va uningga iymon etgan islom ummati ichidagi eng katta kishilardir. Ular Payg'ambar alayhisolamning dostlaridir va yordamchilaridir. Ular Allah yolida kelgan har qanday musibatga sabr qilguvchi insonlardir. Ular Payg'ambar alayhisolamning kishilarning eng yaxshilari menga zamondosh bo'lgan kishilardir degan maqtashiga erishgan zotlardir. Shundaqla ulardan bir qismi hayot turib jannat bilan bishorat berish sharifiga erishgan ummatning isil ulgilaridir. Alloh taolo ular haqida Qur'oni Karimda nurg'ulg'an oyatlar bilan ularni maqtagan bo'lib, Alloh taolo mundaq deydi: "Hammadan ilgari iymon etgan muhojirlar va ansorlardan yaxshilik qilish bilan ularga ergashganlar, ya'ni tabiinlar va qiyomatgacha ularning yo'lida manganlardan Alloh rozi bo'ldi. Ularma Allohdan mamnun bo'ldi. Alloh ularga ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarni tayyorladi. Ular jannatda mangu qoladi. Bu cho'ng baxtdir." Haqiqat mana shunday ekan, Alloh va uning payg'ambari rozi bo'lgan sahobalarga qanday muomala qilish kerak? Barcha sahobalarning odil va yolg'onchilik, tuhmatdan pok ekanligi haqida islom ummati qilchilik shak qilmaydi. Mana bu ahli sunnat va jamoatning tavranmas maydonidir. Sahobalarning odilligi haqida ham payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam nurg'ulg'an hadislarda mundaq deydi: "Mening sahobalarimni tillamanglar. Alloh bilan qasamki, sizlarning biringlar Uhud tig'idek oltin sadiq qilsimi, ular erishgan fazilatning azrog'iga yetilmaydi. Shuning uchun biz sahobalar haqida qalbimizda hurmat tuyg'usi shakllantirishimiz, Shia va yoki hadis inkorchilariga o'xshash ularga yomon gumonda bo'lishdan qat'iy saqlanishimiz kerak. Ulardan Alloh va uning payg'ambari rozi bo'lgandir. Ularni barcha islom ummati haq deb qabul qilgandir. Vafodorlik, isil axloq va oliy sifat eng maqtaldigan martaba bo'lganidek, ana shu sahobalar bo'lsa payg'ambar alayhisolamni tunugan kundan boshlab vafot bo'lguniga qadar Allohning payg'ambariga bergan ahdisiga vafo qilgandir. Ulug' Alloh go'zal dinimiz islomning bizga eng sog'lom shaklda yetib kelishiga vasila bo'lgan shu hurmatli sahobalardan rozi bo'lsin va bizlarni jannatda ular bilan birga qilsin. Barchamizning tutgan ro'zalarimizni qabul qilsin. Amin.